Akalar, ro'zalar bilan charchamay. Shenray X30 yil mashinamiz. Motor qilyapmiz. Koreyskiy Porsche'lar, mana gilzalar qoqildi. Kecha ertalab tokerga tashlab keldik, mana bugun ertalabga tayyor. Xudolasa 2 kunda mashina motor bo'lib chiqib ketyapti bizda. Yana ishlayveradi. To'g'ri ishga chiqib olib ketgan ham ishni o'zida qilaveradi. Kecha zapchastlarni olib keldik. Karzik peredalari, svicha provodalari, maslososlari, pompalari yaxshi ekan. Zapchast taxminan 1.600.000 atrofida bo'ldi. Tokerlar 1.500.000 oldi. Ustoqa yog'-pog', mayda-chuydalar yana 1.5 larga tushsa, mashina 4.5-5 millionga motori yuryapti. 2 kunda bo'lyapti. O'zimiz devolar bilan bir xil bo'lyapti. Kerak bo'lsa biz devolar bundan ham qimmatga tushyapti. Xudolasa ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Mashina 260.000 kilometr yurdi. Hozir bunga koreyskiy Porsche'lar moslatdik. Keyingi safar 25-50 qilib shilib yana gilza qoqib beraveramiz. Motor bir bo'lib qolmaydi. Vallari chiroyli ishlagan ekan, standart qoldi vallari. Galopkalar polni remont bo'ldi, yangi klapan. Akalar, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.